Bir hafta savdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Gentra mashinasi 2020-yil 113 ming kilometr masofani bosayotgan birinchi pozitsiya mexanikasi bo'ladi ukalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Amerikanka Optra originallaridan olib qo'yishibdi. Ukalar pakelenining o'zi ham adashmasam $600-700 tursa kerak. 5-pakeleni temir gaz ballonlarigacha ham uстановka qilingan 3-pozitsiya diski, 4 ta yangi archa ballonlarigacha ham qo'yib qo'yishibdi ukalar. Kraskalari top-toza, salon qismlarini ko'rsatib chiqsam ukalar. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Mashinaga qimmat chexol, ko'ringlar solingan ukalar. Orqa tomonlardan ko'rsatib chiqsam, kuzovlar ham ideal holat turibdi. Motor, korobka, ходовой qismlarda ham hech qanaqa muammosi yo'q. Mashina xullas olib mazza qilib minasiz. O'zimiz ham haydab ko'rdik. Texnik holatdan ham hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Akamiz bilan narxini tortishib sizlar mazza qilib minishinglar uchun $9,000 baholaydi. $9,000 ga 2020-yil 113 ming kilometr masofani bosayotgan minishga tayyor kraskalar top-toza Gentra mashinasi. Bemalol telefon qilib barak qilishing.